Uzoq yillardan beri bizda muammolar yig'ilib qolgan. Kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish deb ataladi. Boshpana masalasi Qonunni amalda ishlatsa bo'lar ekan. chiqadi, oxiriga yetmay qoladi. Bu yerda suiiste'molchilik ketyaptimi degan bir qator savollar atrofida. O'z boshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino inshootlar. Qo'pol aytganda ayador eng kambag'alli bor uyini buzib, uni jarimaga tortib yubordi. Qora ko'zda keladiki, qana endi qo'limda bo'lsa men hozir qo'l qo'yib berardim deyman. Hozir. Endi bu yerda jabr fuqaro ko'ryapti. Uni o'sha hujjatni haqiqiy emas qatoriga o'tib qolyapti. 21-asrda biz 19-asr muammolarini gaplashib o'tiramiz hozir. Shu paytgacha yig'ilgan ba'zi nima yo'q bo'lib ketganmi? Fuqarolar shunchalar zerikkanidan 2 barobar narx evaziga bo'lsa ham kadastr hujjatini rasmiylashtiryapti. Kadastr bo'lmasa ham yoki hokim qaror bo'lmasa ham yashab ketadi. Mentalitetimiz bilan bog'liq holatlar ham bor. Har safar keyingisi. Prezident xohlayapti, davay deyishga, bu yerda qolganlar xohlamayapti. Xorijga ishlashga chiqib ketayotgan. Yuridik jismoniy shaxslar, masalan, ko'plagan markaz ochilib jahlan chiqib boshida. Siz nima uchun qamoqda ushlangansiz? Vaqtinchalik tanaffus tushunish kerak. Hamma narsani ham ochiq oydin gapirib bo'lmaydi. Qilayotgan ishlarimiz, aytayotgan gaplarimizga mos kelsin, o'rtoqlar. Assalomu alaykum. Yaqinda o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalarini xususiylashtirish yoki mulk huquqini e'tirof etish masalasida alohida qonun qabul qilingan edi va u kuchga kirdi. Ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda kuniga yoki kunora aynan shu masalada yangiliklar bo'layotganligi haqida eshitib turibmiz. Mana shu qonunni amaldagi bir ijrosini namunasi sifatida Buxoro viloyatida o'zboshimchalik bilan egallangan uchastkalarga nisbatan mulk huquqini e'tirof qilish haqida viloyat kengashining qarori qabul qilinganligi haqida ma'lumotlar tarqaldi va ko'pchilikda demak bu qonunni amalda ishlatsa bo'lar ekan, ishlashni boshlabdi degan shunaqa fikrlar, xulosalar bo'lyapti. Lekin shunga qaramasdan baribir aynan mana shu qonundagi imkoniyatlardan amalda foydalanish bo'yicha bizda odamlarda yetarlicha savollar bor. Haligacha juda ko'pchilik bu qonundan qanday foydalanish mumkin? Nimaga bizni o'sha murojaatlarimiz belgilangan tartibda ko'rib chiqilib bizga nisbatan mulk huquq e'tirof etilmayapti degan e'tiroz bilan yurganlar juda ham ko'p. Bu o'z o'rnida shu sohadagi qonunda amalda qo'llashda nimalarga e'tibor berish kerak? Qanaqa muammolar oldimizda turibdi yoki bu yerda suiiste'molchilik ketyaptimi degan bir qator savollar atrofida shu fikrlash talab qiladi. Shu bois biz bugun mana shu sohada uzoq yillardan beri mehnat qilib bugungi kunda xususiy kadastr sohasida faoliyat yuritayotgan mustaqil ekspert, kadastr sohasi bo'yicha mutaxassis Botir aka Asadovni taklif qilganmiz. Botir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Aka, avvalo vaqt topib kelganingizga katta rahmat. Yer uchastkalarini qonuniylashtirish deb aytamiz endi oddiy tilda yoki kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish deb ataladi. Bu bo'yicha uzoq yillardan beri bizda muammolar yig'ilib qolgan va afsuski shu jarayondagi masalalar haligacha odamlarning o'rtasida bir yechim topib sarsongarchilik to'xtayotgani yo'q. Shu boisdan hozir mendan ham ko'p so'raladigan masalalardan biri shu. Men buni ochig'i javobini to'liq bilaman deb ayta olmayman, lekin siz shuni ichidasiz. Xo'p, aytingchi, bugungi kunda bu qonun to'la to'kis yurib ketmayotganligini boisi nima bilan bog'liq? Aynan qonunni ishlab chiqarilish nima uchun shunchalar muhim bo'ldiki, aksiyalar ketma-ket davom etyapti. Sizga ma'lumot o'rnida aytishim mumkin, aksiyalar bundan oldin ham xabaringiz bor, bo'lib o'tgan. 251-sonli 461-sonli qarori bo'ldi 2018-yil may oyiga. May oyida, 1-may oyida. 1-maygacha davom etdi. Undan oldin 251-sonli amnistiya aksiya qarori bo'lgan. Ya'ni bu biz ko'p millatli, ko'p sonli fuqarolarga ega davlatmiz. Bizda yashash uchun har doim dolzarb bo'lib kelgan boshpana masalasi, umuman ko'chmas mulk sohasida shu bir necha marta aksiyalarning chiqishiga sabab ana shu masalaning dolzarbligi. Chiqadi, oxiriga yetmay qoladi. Muddatli bo'ladi, har doim aksiyalar siz bilasiz, qanchadir muddat beriladi. Shu muddat bir necha sabablarga ko'ra har safar keyingisi har safar qolishiga sabab bo'ladi. Bu yerda aytishimiz mumkinki, mutaxassislarning yetishmasligi, umuman sohaga yangi
innovatsiyalarni jalb qilinmasligi, yangi tajribalarni o'rganilmasligi deb o'ylayman. Keyin bizani mentalitetimiz bilan bog'liq holatlar ham bor. Mana umuman xatlov jarayonini o'zini kuzatsangiz, mana O'zbekiston Respublikasi kadastr agentligi rasmiy saytida ma'lumotlar e'lon qilib turiladi. Mana hozir xatlov jarayonlari bo'ldi. Mana bu yil qishi qorli, yog'inli, tabiati injiq holatlarda ham mana kadastr mutaxassislari joylarga chiqib o'lchovlar amalga oshiryapti. Nimadan desa, muddat qisib kelyapti. Bunga ham muddat qo'yilgan. Bunga ham muddat qo'yilgan. Har bitta inspektorga hattoki muddat qo'yilgan. Har bitta hozir muddatni bunaqa qo'yib qo'yilaverish, yana orada shunaqa suiiste'molchilik yoki ko'zbo'yamachilikka qivorishga sabab bo'lmaydimi? Masala aynan shunda-da masala. Mana muddat 3 yil berilgan. Qanaqa 3 yil? Shu qonunda berilganmi? Qonun 937-sonli bu qonun aynan. Bu qaror emas, bu farmoyish emas. Bu qonun darajasida qabul qilindiki, mana shu safar shu 3.800.000 ta hujjatni xuddi mozaikaga o'xshab joylashtiraylik. Bunga yakun yasaylik. Bu tugasin bu. O'zbekiston Respublikasida bu nima uchun muhimsi? Bu statistika, bu ma'lumotlar bazasi. Qolaversa soliq siyosati. Hozir dolzarb bo'lib turgan narsadan. Odamlar juda ko'p savol. Mana siz insonlarni murojaatini markazda bo'lganingiz uchun ham ko'p savol berishadi. Ya'ni yechim chiqarmikan? Shu masala hal bo'larmikan? Agar kadastr hujjati belgilangan tartibda mulk egalik huquqi olinmasa, bilamiz, biz u hech qanaqasiga tasarruf qilinmaydi. Egalik huquqi olinmaydi, ro'yxatga turilmaydi, bolasiga hadya qila olmaydi. Endi qarang, bu Botir aka, bunaqa tartiblar, bunaqa talablar oldin bo'lmaganda, yaqindan boshlab bo'ldi. Ilgari masalan, ochig'ini aytganda, qishloq joylarda bitta kolxoz raisi bo'lsa, o'sha rais mana shu joy sanga degan, shunga uchastka qilib berilgan bitta qaror bilan kim xolasa o'sha qaror asosida uy-joy qurib yashab kelavergan. Keyin BTI degan narsa chiqqanda o'sha chizmalarni qilib qo'yardi. Byuro texnik inventarizatsiya. Undan keyin bu kadastr hujjatni rasmiylashtir, mulk huquqini ol, hokim qarorini chiqar va hokazo degan shunaqa talablar chiqdi va bu talablarga odamlar moslashib ketyapti. Moslashmagani shu ilgarigidek shunaqa tasavvur bo'ldi. Hali ham ota-bobomdan qolgan joy, men yashayapman, mendan keyin ham bolalarim ham yashayveradi deb xohlagan paytda bir qurilma quradi yoniga boshqa. Ya'ni balki odamlarda shu yangi talablarga o'z vaqtida moslashib keta olmayotganligidan bo'layotgandir. Bu ham bor. Ya'ni balki o'sha boshidan o'zi shu narsani qat'iy talablar asosida qilib qo'yish kerak edi va uni amalda qo'llash kerak. Balki shunaqa qilganda to'g'ri bo'larmidi? Qonunni o'qib ko'rsangiz matnini, mana qonunda yozib qo'yibdi. O'z boshimchalik bilan egallangan yer maydonlar. Mana o'z boshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino inshootlar. Savol tug'iladi. Mana men otam bilan yashayman. Otamga otasidan qolgan bu joy. Lekin men hech qanaqa o'z boshimchalik bilan yer egallab olmaganman. Lekin hozir meni hujjatlarim belgilangan tartibda rasmiylashtirilmagan bo'lsa shu paytgacha, men otamdan qolib kelgan xutur sistemasi bo'lardi, bilsangiz. Dala hovli, shahar hovli, dala hovlilarni ataylik o'sha tumandagi o'sha kolxoz raislari, tuman hokimlari tomonidan o'sha mulk egalik huquqlari yoki qarorlar berilmagan bo'lsa, vaqt o'tdi-da, endi bugunga kelib o'sha yerlar tamg'a o'laroq o'z boshimchalik bilan egallab olingan sanoat. Yo'q, u bunaqa munosabat aslida ularga nisbatan ishlatilishi o'zi bir o'ylab ko'riladigan holatda. Ya'ni u o'z boshimchalik bilan egallab olinmagan. U oldindan yashab kelgan o'tdi. Qo'yib bersa, u kadastr hujjatlarini rasmiylashtirib bersa, u belgilangan tartib solig'ini to'laydi. U tasarruf qiladi, obod qiladi, o'sha shaharsozlik norma qoidalariga rioya qiladi. Har safar bu borgan sari bilasiz, hech qachon undan keyingisi yaxshi, undan keyingisi oson bo'lmaydi. Men aytib o'tamiz, belgilangan tartibda, paytida, vaqtida rasmiylashtirmaganligi uchun mana qiyin bo'ladi, qimmat bo'ladi. Ya'ni aytmoqchimanki, bir paytlik kadastr hujjati kerak bo'lmagan. Aytaylik, dehqonchilik. O'sha paytda odamlar qanday yashashgan? Mana sobiq Sovet ittifoqi davrida ham odamlar fundamentdan uy qurgan, g'ishtdan uy qurgan, yashab kelgan-ku, shipiri bo'lgan, oynasi, eshigi bo'lgan. O'sha paytda qanday kun o'tgan odamlar? Shu kadastr bo'lmasa ham yoki hokim qaror bo'lmasa ham yashab kelgan-ku. Hozir ham agar odamlarni shu narsaga mana shu tizimli raqamlashtirishga olib kelmasa, odamlar yashayveradi hozir ham.
nima demoqchiman Mana bunga? o'zgartirib beradi bu raqamlashtirish, shuni nima deydi, mulk huquqini e'tirof shu turishda avtomatik mulk huquqi deb bersa bo'lmaydimi? Qonunda yozib qo'yilgan 10 ta komissiya a'zolari bor. Bu yerda yashashga xavfli, xavfsiz, yuqori bosimli gaz tarmoqlari, yuqori kuchlanishli elektr tarmoqlari, xavfli chiqindilar bor joylar va hokazo 10 ta ekologiya, ses, pojarniy bular hammasi o'zini ijobiy xulosasini bergandan keyin ko'rib chiqadi-da, o'sha viloyat kengashlari bunga o'zini qarorini beradi. Yo'q, shunday qonunda shunday. Men shunga ehtiyojni aytmoqchiman. Qarang. Masalan, men nimadan kelib chiqib aytyapmanki, o'sha ilgari ham yashagan shu joyda. Uy bo'lgan, yashab kelyapti. Ya'ni kolxoz vaqtida ana shuncha inson yashayapti, mana shuncha sotiq joyni egallagan deb, balki shu asosda soliq ham to'lab kelgandir. Lekin baribir shunda ham insonlar yashab, ishlab kelgan-ku. Nimaga o'sha yashab kelganligini inobatga olib, shuni o'zini avtomatik qayd qilib, xulosa qilib, mana mulk huquqini e'tirof qilmayapti-da, balki murakkab byurokratik mexanizm ishlab chiqarilyapti. Sabab nima? Har bir yangi innovatsiyaning orqasida mehnat yotadi bu yerda. Xatlov, bu o'sha elektron tizimni yaratish, hammasida savol bor. Har bitta bosqichida savol bor. Xatlovning o'zi bir katta bir ish, katta bir jarayon. Ya'ni buni oxiriga yetib olish qiyin-da. Yo'q, men oxiriga yetib olishdingiz bilmadim-ku, lekin oxirgi men esimni taniganimdan, masalan, endi esim tanigandimmi, mana eslab qolganligim inobatga olsam, oxirgi 15 yilda kadastr o'zi bir 3-4 marta xatlov qildi-yu. Undan tashqari har 2-3 yilda bir yo'qlama degan shunaqa tizimi bor. Shuni ham qiladi har nimada. Shu paytgacha yig'ilgan baza nima yo'q bo'lib ketganmi? Bir guruh insonlarning qanaqadir qiziqishlari uchun aytaylik bo'lishi mumkin shuni holatlar ham. Ya'ni aytmoqchimanki, yer bu azaldan dolzarb mavzu. Inson zoti paydo bo'libdiki, yerga bo'lgan ehtiyoj har doim bo'lib kelgan. Ya'ni ko'payyapmiz biz. Toshkent viloyati, umuman viloyatlarda qayerda yashash uchun sharoit joy bo'lsa, o'sha yerda yer muhim obyekt bo'lib hisoblangan. Odamlar yer olish, o'tga imorat qurish bu har doim aktualni bo'lgandan keyin tartibga solish uchun rosa ko'p mexanizmlar ishlab chiqilyapti, lekin oxiriga yetmayapti. Shu byurokratik to'siqlar, shu soddalashtirish o'rniga qiyinlashtirishlar. Masalan, men bir narsaga tushunmayapman-da. Mana yaqingacha ham odamlar chiqyapti. Uni qo'lida o'sha kolxozmi, shirkatmi va bir vaqtlar o'z davrida chiqqan qaror turibdi. Original pechi, ana muhr. Ekspertizadan o'tkazsa tasdig'ini topadi, haqiqiy ekanligi. Shu kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish uchun topshiryapti, misol uchun shu talabdan kelib chiqib, mana menga rasmiylashtirib bering deb va asosiy hujjat sifatida o'sha qaror bor yo'qligiga qaralar ekan. Buni deydi arxivdan tasdig'i topmasa deydi qilmas ekan. Endi o'z davrida u kolxozmi, shirkatmi mas'uliyatsizlik qilib turib kimdir o'sha buyruqlarni topshirgan arxivga topshirganda uni pulini to'lash kerak, u saqlab turish uchun. Albatta. Kimdirda balki pul bo'lmagandir topshirish uchun. Lekin o'z davrida shu arxivdan chiqmasa o'sha topshirib. Endi bu yerda jabrini fuqaro ko'ryapti. Uni o'sha hujjati haqiqiy emas qatoriga o'tib qolyapti. Vaholanki, uni hujjati bor. Xo'p, buni ham shunda o'z boshimcha deb hisoblash kerakmi? Savol mana shu yerda tug'iladi-da, Rasul aka. Ya'ni adasi traktorchi bo'lgan yoki dodasi kolxozda aytaylik pilla boqqan, naru tozalagan. Ko'pchiliklarimiz qishloq xo'jalik ekinlari nimaligini bilamiz. Kerak bo'lsa katta avlodlar o'tib ketgan shu yerni olguncha. Mana bitta yerimiz ikkita bo'larmikin deb. Chunki ko'payish bor bu demografiya. Hozir savol tug'iladigan joyi shu yer tamg'a ostida, ya'ni o'z boshimchalik bilan egallab olingan yer. Hozir qarang, men shuni so'rayotganim, endi xo'p, hozir o'sha arxivdan chiqmasa shu qanaqadir tagidagi hujjati, uni noqonuniy deb topishga noqonuniy hisoblanyaptimi shunda u? Yo'q, qayerdadir ketganmi o'sha arxivdan chiqmasa hisob emas degan joyi bormi? Ichki nizomlar bilan tartibga solingan bu, ya'ni bir qonun, bir qaror, yer ajratish qarori. Aytaylik kolxoz tomonidan yoki savxoz shirkatlar tomonidan yer ajratilgan bo'lsa-da, uni tasdig'i qishloq fuqarolari yig'inidan o'tmagan bo'lsa, tasdig'i so'ralsin, bir ko'rgan bo'lsangiz. O'sha qaror hattoki nariga yer ajratish qarori arxivda saqlovda turgan bo'lsa ham. Tushundim. Bu yerda fuqaroning nima aybi bor yashayotgan? Fuqaroning hech qanaqa aybi yo'q. Nimaga unda u mana shu savollarning ko'payib ketishi shundan.
Xo'p, o'sha qonun endi yechim qilib berdimi shu narsaga? Mana shu qonunni katta ehtimol bilan shu savollarga yechim o'laroq kutdi hamma. Bu juda ham ko'p kutilgan qonun. Xo'p, yechim Endi yechimini kutyapmiz. Mana 8-noyabrda rasman kuchga kirdi, 2024-yil. Xo'p. 8-noyabrda 5 oy qariyb o'tdi. Mana kecha ertalabki yangilik, ya'ni Buxoro viloyatida 5 ta fuqaroga, 5 ta oilaga, 5 ta xo'jalikka mulk egalik huquqi e'tirof etildi deb. Juda katta tantanalar bilan qabul qilishdi. Lekin kechirasizlar, 3.800.000 ta hujjat kutib turibdi bizani. Menimcha u oxirigacha odamlar ko'rmasa kerak u kunlar, agar yer ham yo'q bo'lib ketmasa. Buni taxmin qilish juda unaqa qiyin emas. Endi shu 3 million agar har kuni 5 tadan e'tirof qilinsa, 3 yilda 36 ta. Borana 50 ta. Aytaylik, hozir dasturga 60 mingta obyektni yuklab qo'yildi deyilyapti. 60 mingta. 5 oy mobaynida. Mayli, qish mavsumi bo'ldi. O'lchash ishlari qiyin. Yog'ingarchilik, bayram kunlari bor. Inson faktori bor baribir. Charchaydi u. Unga ma'lum bir yuklama yuklaganingizdan keyin. Bu tajriba qivurib charchamadikmi deyman-da. Yo'q, siz Botir aka, siz menga beryapsiz savol. Siz javob bering yaxshi. Men javob beryapman. Aytmoqchimanki, nima deb aytmoqchiman bu yerda? Bu qaror oxiriga yetmay qoladi deb o'ylayman. Qonun oxirigacha muammoni yechib bera olmasligi mumkin. Katta ehtimol bilan shunday. Vaqt nuqtai nazar. Vaqt nuqtai nazaridan ham, xodimlar nuqtai nazaridan ham, ishlab chiqilgan xatlov ketma-ketligi nuqtai nazaridan ham yetmay qoladi degan qo'rquv bor. 800 ta xonadonni kadastri yo'q shu kungacha, to'g'rimi? Mulk egalik huquqi e'tirof etilmagan. Ana mulk huquqi e'tirof etilgan 3.800. Bitta men o'ylayapman 100% hech kim mulk huquqi e'tirof etilmaganmi deb o'ylayman. 50% dan ko'p. 50% dan ko'p bo'lsa, demak bu juda katta masala ekan-da. Katta masala, shuning uchun ham katta masala, shuning uchun ham fuqarolar hadiksirab turibdi. Mana shu o'zim yashab turgan manzilda fuqarolar kelishadi. Men o'sha yerda yashayman, o'sha yerda ishxonam, o'sha yerda o'sha insonlar bilan birga istiqomat qilamiz. Uyini hattoki xatlov qilib ketgandan keyin ham bir necha marta xabar oladi-da. Men qolib ketmasmikinman, mash safar deydi. Boy gap, otasidan qolgan, qo'lida yer ajratish hujjati bor, arxivlari ham bor, lekin kadastr hujjati rasmiylashtira olmayapti. Hech narsa qila olmaydi. Nimaga kerak o'zi dedingiz-ku? Agar uyga xo'jalik ajratmoqchi bo'lsangiz, gaz tushirmoqchi bo'lsangiz, Raygaz xodimlari, shu tuman gaz tarmoqlari kadastr hujjati bo'lishi kerak. Ularga nisbatan-da. Eski uchastkalarni ham ikkiga bo'lish kerakmi, Rasul aka? Bir xo'jalikda ba'zi shakllanganmi? Ba'zida 2 ta, 3 ta xo'jaliklar turadi bir uyda, lekin u bitta ishchi deputatsiya qiladi. Lekin ular alohida xo'jaliklar. O'zini yeri, otasidan qolgan, bo'lib olish kerak. Alohida gaz tushirish kerak, tushirish kerak. Svetga muhtojmi ular? Limitlarni ko'ryapsiz hozir. Hammasi kadastr hujjatiga bog'lab qo'yilgan. Hammasi kadastr hujjatiga bog'lab qo'yilgan, hammasi. Unda hozir 3.800.000 ta bu uy-joylar nima, anaqa chiroqsiz, gazsiz o'tiribdimi shunda? Yo'q. Vaqtida boya aytdingiz-ku, bir parcha qaror bilan ham yashab kerilgan. Raygazga borgan, xo'jalik kitobidan ko'chirma, qaror bilan pasport berilgan, tarmoqqa ulangan. Lekin hozir ba'zi shakllantirildi. Qat'iy qoidalar bor. Kadastr hujjati olib kelasiz, davlat ro'yxatidan o'tgan bo'ladi, sizni tarmoqqa ulaymiz. Uni kadastr hujjatini olish uchun unda mulk huquqi bo'lish kerak-da. Mulk huquqi bo'lish kerak. Mana savol mashdada. Mulk huquqi bo'lmasa qanday oladi? U qanday yashaydi unda? Hozir shu qanchadir yangi xonadonlar shunda ulana olmayapti-da, shunaqami? Yoki korrupsiya bo'lib yotibdi-da, kelishuv o'zaro. Ba'zi bir gaplarni aytishga nima qilasiz? Siz shaxslar nomini aytmasangiz bo'ldi sizga. Og'riqli masalalar ko'p. Rasul aka, og'riqli masalalar. Odamlar shu narsalarga ham tayyorki, hattoki shu yo'l bilan bo'lsa ham hujjatni rasmiylashtiray. Tushundim. O'zi 461 sonli Vazirlar Mahkamasining qarori chiqqandan keyin ko'pchilik aksiyaga tushib, shunaqa mulk huquqlari e'tirof qilindi, lekin undan keyin juda ko'p bu toifadagi qarorlar bekor ham qilib tashlandi. Men o'zim juda ko'pini ko'rganman. Go'yoki hokimiyat adashib bularga mulk huquqini e'tirof etib qo'yganmish. Qancha odamlarni javobgar ham qilib tashladi, lekin birorta amaldor javobgarlikka tortilganini bilmadim, men ko'rmadim. Qarori ular qabul qilib bergan fuqarolarga, lekin javobgar etli fuqarolar bo'lib chiqyapti. Til biriktirib, hokimni chalg'itib, qo'rqitib qo'l qo'ydirib olgan degan ma'noda anaqa ayb to'nkashdi. Bu juda kulgili. Oddiy aytganda, ana
tuyani ustida ham kambag'alni it qopadi. qopganday bo'ldida, ana amaldorlarga jin ham urmadi, bular javobgar o'sha oddiy odamlar bo'lib qoldi. Va haligacha bunaqa ishlar davom etyapti. Mani tushunmayotganim va javob olmoqchi bo'lgan savolim, Botir aka, qarang. Yangi qonun qabul qildik. Shu qonun amalda yurmayapti. Men kutganim 5 oy o'tdi. Endi 5 tasini endi e'lon qilishdi. Anaqa e'tirof qilganligini. Shu paytgacha bu qonun kuchga kirib bo'ldi. Shu kungacha 5 oy davomida nimaga ishlamadi? Sabab Tizim. Bu hamma ishda ham siz bilasiz, tizimli holat bo'lsagina bu yuradi. Yo, tushundim, u tizim bor, yo'qligini oddiy fuqaroga nima qizig'i bor? U qonun kuchga kirdi, u shu huquqdan foydalanib bor murojaat qilyapti. Nima tizimimiz ishlamagani uchun kutib turasizlar deyildimi ularga? Ularning savoliga aytaylik, javob beradigan odamning o'zi yo'q. Aytaylik, hozir mana siz chetdan barib tashqaridan kuzatyapsiz-ku shuni. Siz endi masalan kadastr rasmiy davlat kadastr xodimi emassiz, lekin ilgari ishlagansiz va hozir chetda kuzatyapsiz. Xususiy kadastr bo'yicha siz mutaxassissiz baribir. Shu yerdasiz. Nimada ko'ryapsiz qonunni yurib ketmasligi masalan yoki fuqarolarda paydo bo'lgan huquqni ta'minlanmayotganligi? Yo bilmayotgan nimadir bormi? Tizim deyapsiz, aynan nima tizim yurmayapti? Qonunni ishlab chiqishda uslubiy qo'llanmasi yoki bir shunga o'xshash bir tegidagi nizomi bilan chiqadi bilsangiz. Ayrim vaqtlarda qonun asosiy hujjatlar ham bo'ladi. Albatta. Ayrim qonunlar to'g'ridan-to'g'ri ishlaydi. Unga hech qanday qonun asosiy hujjat shart emas. Mana shu qonun to'g'ridan-to'g'ri chiqqan qonun. Bu faqat ishlatish kerak bo'lgan qonun. Yo respublika kadastri raisi rahbari topshiriq bermadimi ishlatlaring deb. Nimaga to'xtab qoldi? Qonun birinchi kundan xatlov boshlangan, birinchi kundan. Buni ketma-ketligini ko'rsangiz, ketma-ketligini agar har bitta hujjatni qo'lingizga olib, shu kadastr hujjatlarini qog'ozini oldingiz, xatlov qilindi. Bitta inspektor bilan bir kun yursangiz, siz aniq xulosaga kelasiz. O'sha kun tugaganda shu bu qonunni chiqib kelishi uchun 8 oy muhlat kerak bo'lyapti. 8 oy. Biz 5 oyda chiqqaniga hozir hayron bo'lib turibmiz. 5 oyda chiqqaniga. Ya'niki bu ham o'zi erta muddat. Erta muddat. Shoshma-shosharlik bilan yana xato ketyapti. Muddatlar berilgan. Har bitta instansiya o'zining ko'rib chiqadigan muddati bor. Rasul aka. 2 oy, ba'zi bir joylarda 3 oy, ba'zi bir joylarda 1 oy ish kun. Bizni mahallalar, bizni uylarga kelmadida cho'ta qishloqdagi. E'tirof dasturida ko'rsangiz, o'sha mahalla fuqarolar yig'ini bo'yicha jadval bo'yicha ketma-ketlik bor. Endi qarang. O jadval bo'yicha ketma-ket, men uni eshitdim. O'sha yerdan hamma o'zini qachon qaysi mahalla kelishini mumkin. U tushunarli, xo'p. Endi mana shu jadvalga tushmay qolgan mahallalar bo'lishi mumkinmi? Ya'ni inspektor borganda uyda hech kim bo'lmagandir balki. Yoki kimdir safarga ketgandir. Yoki bo'lmasam inspektor borganda hali bu yerda merosxo'r hali aniq bo'lmasdan uyda mulkdor sifatida misol uchun uyda kattakoni bo'ladi kimdir. U o'tib qolib hali bolalar imini kim yashash masalasini balki hal qila olmagandir. Shunga o'xshagan muammolar ham bo'lishi mumkin-ku. Qonunda ular nima bo'ladi? Chotki yozilgan. Hozir inspektorlarimiz baraka topishsin, kech kun qilib ishlashyapti. 5 marta, 6 marta boryapti deydi mana rasmiy saytida, kadastr agentligining rasmiy saytida 5 martalab, 6 martalab boryapmiz dedi. Eshikni ochmayapti deydi. Nima qilish kerak? Eshikni ochmasa o'tib ketadimi? Yo'q, dalolatnoma rasmiylashtirishyapti mahalla fuqarolar yig'ini bilan. Shu eshik ochilmadi degani. Yomon tomoni bu e'tirof dasturidan qolib ketadi bu uylar. Tushundim, qolib ketgan nima bo'ladi shu taqdiri ma'lum bo'lmaydi keyin uni. Yana bar muammo. Yana keyingi aksiya Rasul aka. Yana keyingi aksiyadan aksiyagacha yuradi. Aksiyadan aksiyagacha muhim nuqtasi bor, diqqatimizni qaratishimiz kerak bo'lgan. Siz bilan men bir hovlida yashaymiz aytaylik. Kadastr agentligining xodimi keldi, uy xatlov qilgani. Hovlining o'ng tarafida siz, chap tarafida men yashayman. Bir nizoli holatda ustidan chiqdi. Xo'p. Qonunda yozib qo'yilgan, nizoli holatligi tatbiq qilinmaydi deb. Bu nizoli talashib turibdi bular. Sudlash. Lekin ko'chmas mulkka ikkita insonni nizolashib turganini nima aloqasi bor degan savol bor. Nima aloqasi bor? Ko'chmas mulk egasi kim? Shuni hal qilib olish kerakmi? Qiziqib olish mumkin. Mahalla fuqarolar yig'ini bormi? Bor. Qishloq fuqarolar yig'ini bo'lganmi? Bor. Unda ma'lumotlar bormi? Xo'jalikning rahbari degan joyi bormi? Bor. O'tib ketgan bo'lsa ham, marhum bo'lsa ham. Xo'p, tushundim. Marhum bo'ladigan bo'lsa, nizo shunda-da, qaysi bir merosxo'r aynan ba'zi paytlarda marhum vasiyat qilib ketgan bo'lishi mumkin, hadya qilib ketgan bo'lishi mumkin. Buni tartibi ishlab chiqilgan-ku, Rasul aka. Mana shu tartib uni kadastr notarius orqali rasmiylashtirib olib, meros ishi ochib, uni yetkazguncha ham muddat bor-da. Masalan,
olamdan o'tgandan keyin adashmasam 6 oydan keyin meros ishi ochiladi. Egalik huquqi davlat ro'yxatidan o'tsa, marhumning nomiga bo'lsa ham, oddiy holatda aytaylik, bir odamning hujjatlari rasmiylashtirilgan. Olamdan o'tib qoldi. Farzandlari qaysi tartibda olardi? Notariusga murojaat qilardi, meros ishi ochilardi. 6 oy muddatdan keyin merosxo'rlarni chaqiradi. Sizning merosingiz chap tomon, sizniki o'ng tomon. Kelishdinglar, qo'l qo'yinglar, imzo chekdik. Mana meros haqidagi guvohnoma sizlarga. Kadastrdan ro'yxatdan o'tkazib olinglar. Masala tamom. Hozirgi holatda, lekin bu qonun dasturdan qolib ketib qolsa-chi, o'zi shundoq ham muammo bor edi. Ochilishga 6 oy talab qilinayotgan bo'lsa, kimnikidir hali 6 oy bo'lmagandir. U kelib xatlov qilayotganda bunaqa muammolar ham bor-da. Undan tashqari ochilgan meroschilar haqida aytyapti. Bir xilda umuman ochilmagan bo'lishi mumkin. Meros qachon ochiladi? Qachon huquq vujudga kelsa? Mulk huquqi vujudga kelmasa, meros haqida gap yo'q u yerda. Rasul aka. Keyin ba'zi holatlarda kadastr yoki mulk huquqi mavjud bo'lsa ham, u yillar davomida hududini o'zboshimcha kengaytirib olgan ham bo'lishi mumkin. O'rab yoki shu ma'lum bir qismi qurilma qurgandir. Baribir o'lchov ishlarini qaytadan amalga oshirish kerak. Qaytadan amalga oshirilyapti. Hozir demak, kadastr xodimlari buni mulk huquqi bormi, yo'qmi, undan qat'iy nazar har bir xonadonga kirib, uni o'lchov ishlarini amalga oshiryapti. Shunaqami? O'sha karta bo'yicha bir karta belgilab olinadi ko'chalik. Shu kartani ichidagi hamma uchastkalar 100% e'tirof dasturiga yuklanadi. Agar o'sha e'tirofga yuklanganda kadastr hujjatlari mavjud, egaligi bori o'z-o'zidan UzCAD tizimida tushib qoladi. O'zboshimcha egallangan, ana shu yerda xo'jalik uslubida o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratligi mulk egalik huquqi e'tirof etiladi. Yeriga bo'lgan ijara huquqi e'tirof etiladi. Ketdi, keyingi etapga o'tib ketaveriladi. Fuqaro kelib pulini to'lagan haqida SMS qabul qilgandan keyin to'lovini to'lasa, avtomatik tarzda uni huquqlari ro'yxatdan o'tadi. Shunaqa belgilangan. Lekin o'shatgacha bo'lgan protsess ham holat bu juda ham uzoq vaqt belgilangan. 8 oy, 7 oyda chiqib kelish kerak edi biz kutgan holatda. Hozir 5 oyda 5 ta hujjati chiqishi bu rostakasim holatda bayram bo'ldi. Qaysidir mahallani xatlovini tugatgan bo'lsa, o'shani chiqarib yuborgan bo'lishi mumkin-ku. Xatlov mahallada 5 ta fuqaro bo'lmaydi-yu, Rasul aka. Uzoq-uzoqda yashaydigan, balki anoqada yashar dalaga o'xshagan joy. Manzillariga e'tibor bergan bo'lsangiz, shu huquqi e'tirof etilgan xonadonlar yonma-yon xonadonlar. Shu 5 ta yonma-yon xonadonni ko'rsatib qo'yaylik degandirda, odamlarni xursand qilamiz deb. Lekin odamlar charchadi, Rasul aka. Men charchagandim. Men masalan to'g'risini aytsam, men ishonmay ham qo'yganman bunaqa narsalarga. Har 2-3 yilda bitta aksiya bir nima dedida, men ham qishloqda katta bo'lganman. O'zimizni otamizdan qolgan o'sha uy-joy haligacha hujjatlarni oxiriga otamiz nomida turibdi, xullas haligacha. Men o'zim ham qildirtirmayapman. Nimagaki 2-3 yildan keyin yana bir narsa chiqadi, yana o'zgarish bo'ladi degan. Shunaqa menda tasavvur bor. Chunki ko'rib yuribman-ku. Aynan yer bilan bog'liq munosabatlarda ayting nechta o'zgarish bo'lmadi. Masalan, yer munosabatlarini tartibga solish sohasida oxirgi 10 yillikda agar esimdan chiqarmayotgan bo'lsam, bir 10 dan ortiq bir yangi tartib nimalardir ishlab chiqildi-da, odam tushunmay ham qoldi to'g'risi. Men bir xil payt miyam qisib qoldi deydi-ku. Bittasini tushunib olib oxiriga yetib olay desa, yana bittasi chiqib kelyapti. Yana eng qizig'i bir-biriga zid bo'lgan hujjatlar ham chiqib keladi. Soliq to'lash masalasida ham bir-biriga zid. Undan keyin to'xtadi. Shu hujjat turaversin hozircha. Qachondir bir nuqtasi qo'yilsa kerak, o'shanda qildiramiz balki deb uni qilmagan. Xuddi sizga o'xshab kutayotganlar juda ko'p, lekin ichida yurgan odam sifatida aytaman, buni oxirini ko'rmayapmiz. Demak, birinchi navbatda ichida yurgan shuni soha mutaxassislari o'zlari oxirini ko'rib olish kerak. Va meni fikrimcha bu sohada ham bir qat'iy o'zgarmas, barqaror yondashuv bo'lish kerak. Xuddi shunaqa. 5 yil oldin ham shu talab bo'lgan, 10 yildan keyin ham shunaqa talab. Ya'ni har yili talablarni o'zgartirib yuboradigan bo'lsa, albatta odamlar xafa bo'ladi. Qaysi ma'nodaki, 10 yil oldin masalan sen bitta kolxoz qarori asosida arxivdan ham so'ramasdan qilib beryapti-ku. Endi menga kelganda hokim qarori deb so'rayapsan. Meni aybim nima deganday. Masalan, lekin bir xil vaqtda qurgan, yashayapti. Lekin yondashuv subyektiv har xil. Yoki ayrim holatlarda biz yaxshi bilamiz va haligacha eshitib yuribmiz. Men ham eshitganman. Umuman hujjat yo'q bo'lgan joylarga ham qilib berilgan holatlar bor, hujjatlar. Lekin ular baribir javobgarlikdan chiqib ketib, eng bechora nimaga javob beramiz? Siz Zangitada ishlagansiz, to'g'rimi? Zangitada. Masalan, men o'tgan yili bitta nimani ko'rdim, UzCosmos o'sha Google'dan
qarab mana shu yer joylar masalasi bir ko'tarilib qoldida, ya'ni biz hashar qilib bir mahallada bir insonga chiqindixonani bir 2 sotig'ini tozalab mahallani davlati bilan hashar qilib uy qurib beryaptik, ana betonlarni quruvdik, kelib o'zbosh egallayapsan deb bir 50 millionga yaqinga jarima qo'llab ketishdi-da. Keyin men hayron bo'ldim. O'shanda mana shu yerlarni joylashuv haqida Google'dan ma'lumotlar ko'tarib o'zim qiziqib qaraganman. U ochiq, hamma kirib ko'rish mumkin, bilasiz, ko'rinadi. Masalan, yo Zangiotami, yo Yangiyo'l hududida men ko'rganman, gektar joylar bor-da, shu fazendaga o'xshab o'rab olinganda. Kichkina nima, men hayron ham qolaman. Bu ilgari u joylar dala edi, yaqingacha. Birdan yaqinda o'rab olinibdi. Bizda sug'oriladigan yerlar edi. Sug'oriladigan yerlar. Sug'oriladigan yerlar. U yer kodeksi bo'yicha 6 sotiqdan oshiq mumkin emas, lekin bularga hech kim indamayapti. Keyin eng qizig'i, men doim e'tiroz qilib kelganmanki, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun sug'oriladigan yerlarni qurilish maqsadlarida boshqa berish to'xtatilgan, berilmaydi deydi. Lekin mana shu M39 yo'ldan yuring, har oyda ko'rasiz bir joy qurilayotgan bo'ladi. Hammasi qishloq xo'jalik sug'oriladigan yerlar. Oddiy odamlar emas, o'zgarishi puldorlar. Ular qurib yotibdi, bu yoqda aytilayotgan gaplar boshqa gaplar. Lekin qo'pol aytganda ayador eng kambag'alli bor uyini buzib, uni jarimaga tortib yotibmiz. Ya'ni bu yerda yondashuv barqarorlik ham bo'lmayapti-da. Shuning uchun odamlarni kutib o'tirib yillar davomida bir hujjatni ham oxiriga yetkazib qilmayotganligining sababi mana shunaqa ishlarda ko'payib ketgani bilan bog'liqdir. Ishonmay qo'ygandir odamlar. Ishonch qaysidir ma'noda so'nib boryapti mana shu sohadagi insonlarga nisbatan. Kelib yig'lama odam berob bo'lib aytadi, "Yo'q, baraka topkur. Men jinoyatchimanmi? Yo'q. O'zim yashab turgan uyimmi? Shu mana shu davlatda ishlasam, soliq to'lasam, meni farzandlarim ishlaydi, kelinlarim ishlaydi. Shu bir parcha hujjatimni rasmiylashtira olmaymanmi? Menga kelganda shu bir arxivga kimnidir topshirmaganligi meni yerimga nisbatan o'z boshimcha egallangan degan tamg'a tushadimi?" deydi. Men shunaqa bu kuyunib gapirsangiz deydi, soha vakillariga ishonchsizlik uyg'otyapsan deydi. "Yo'q, baraka topkur. Men shu sohani vakiliman. Men ishonchsizlik uyg'otayotganim yo'q. Menga berilayotgan savol, agar senga berilganda tosh bo'lsang yorilib ketarding. Tosh bo'lsang. Har kuni keladi. Odamlar e'tiroz. Qora ko'zlar keladiki, qana endi qo'limda bo'lsa men hozir qo'l qo'yib berardim deyman. Hozir davlat ro'yxatdan o'tkazib berardim. Ularni ishonchsizligi shunda. Katta ko'chalar yuzida siz yuribsiz, ular yurmaydi deysizmi? Avtobusda o'shalar ham ishiga boradi, boshqa bo'ladi. Meni 50 yil, 60 yildan beri egallab turgan joyim o'z boshimchalik ekanda, mana bu nima deydi? 1 yil bo'lyapti. Bu savol, katta savol bu. Odamlar hozir axborotga bevosita ulangan, ular aqli bor. Kuzatyapti. Ko'rinadi. Yondashuvni shunday ketayotganligi, siz aytgandek, faqat shu sohadagi tizimda yurib ketmayotganligimi? Yo bu yerda qanaqadir subyektiv omillar bormi? Yurmasin degan xohlovchilar bormi shunda? Katta ehtimol bilan shunaqa bir tushunchalar ham mavjud deb o'ylayman. Nimaga desangiz, agar bir ishga shu ishni sidqi dildan yurishini xohlaydigan inson bo'lsa, mana prezident aytayaptilar, xususiy sektorga ber. Xususiy sektor yaxshi ishlar ko'rsatyapti. Xususiy biznes yaxshi ish ko'rsatyapti. Shu sohani ham ber. Odamlar elementar huquqini ro'yxatdan o'tkazsin. Katta narsami, Rasululloh, siz nima deb o'ylaysiz? Hozir bir olamshumul narsa bo'ldimi? Yo'q. Olamshumul narsa emas bu. Bu oddiy narsa. Aytaylik, xirurgiyada murakkab operatsiyani bajarish Hindistonda, Isroilda, Germaniyada bo'ladi. Jigarni o'tkazish, yurak operatsiyalari. O'zbekistonda jigar implant qilindi, o'tkazildi desa, olamshumul ish bo'libdi desangiz bo'ladi. 21-asrda biz 19-asr muammolarini gaplashib o'tiramiz hozir. Nima qilishga o'sha paytda o'z davrida hal qilinmaganda shu. Mana hal qilinmaganligi nimamiz-ku, aslida kuyunib gapiradigan, uyaladigan jihatlarimiz aslida, lekin bu o'z vaqtida shu mas'uliyat bo'yniga olib hal qilinmaganligini hisobidan haligacha osilib kelyapti. Hozir ham shunaqa yondashuv bo'lyapti-da, ikki xil standart. Hozir ham shunaqa yondashuv. Hozirgi qonun, yangi qonun sharoitida ham baribir shu to'xtamayapti. Mana shu to'xtamayotgani odamga alam qilyapti-da. To'xtamayapti. Mash safar boshqacha yondashuv qilamiz. Shunaqa qilamizki, xalqimiz 2025-yil kadastr sohasi yoki 2026, 24, 25, 26, 27. Shu 3 yilda shunaqa ish qilamizki, kadastr sohasida bironta norozi fuqaro yoki yuridik shaxs qolmaydi.
Unda keyin nima ish qiladi kadastrchilar? Kadastrchiligi ish har doim bor. Buni yengillanishi, buni har yili ish topiladi kadastrchilarga. Hozir kadastrda xatlov bilan faqat davlat kadastr organlari shug'ullanyapti. Xususiychi Xususiylarga imkoniyat yo'q bunaqa ishlar bilan shug'ullanishga. xususiyga nima ishonmaydimi? Sizga bergan-ku o'sha davlat ishonib. Rasul aka, juda ko'p joylarga murojaat qildik. Kelinglar, biz yordam beraylik. Demoqchi bo'lganim, siz ham xizmat ko'rsatasiz va agarki siz noto'g'ri raqamlar kiritsangiz, ma'lumot kiritsangiz, sizda javobgarlik bor, siz javobgarlikka tortilasiz. Albatta. Yo o'zlari ulgurmayotgan bo'lsa, muddat qisqa bo'lsa, unda nega xususiyga bermayapti, shuni tushunmayapman. Tushunmayotgan narsaga biz ham ancha vaqtdan beri tushunmayapmiz. Har xil takliflar bilan chiqdik. Shunaqa takliflar berdikki, kadastr agentligiga. Kadastr agentligi to'xtatib qo'yganmi buni? Kadastr agentligi tomonidan qonunda 937-sonli qonunda umuman biza uchun strochka ham yo'q, bir faqat u yerda davlat kadastr idorasi shug'ullansin. davlat kadastr idoralari shug'ullanadi deb yozib qo'yilgan. Demak, qonunga o'zgartirish kiritilishi kerak ekanda, sababi bu yerda xususiy sektorga imkoniyat berib turilgan vaqtda davlat o'zini monopoliya qilishi to'g'ri emas-da. Prezident mana shuni aytayotdilar-da. Ber xususiyga. Xususiy o'qitildi, xususiyga litsenziya berildi, частный kabinet ochib berildi. Faqat byurokratiya, faqat to'siq. Erkin raqobatga qo'yib berilaring nomni, yordam beramiz biz. O'zi amaliyotda bo'lganmi xususiy kadastrga nimadir ishonib topshirganda ishonch suiiste'mol qilish holati? Bu holat bo'lgan. Bu bir 10 yil oldin xususiy kadastrga bir imkoniyat berilgan. To'g'rirog'i faoliyat haqida aniq ma'lumotga ega emasman, qanaqa ishlaganligi haqida. Ya'ni negativ fikrlar bor, ular xususiy bo'ladi, ma'lumotlarini bermaydi, yaxshi ishlamaydi, korrupsiyaga yo'l qo'yadi. Mana hozir ishlab chiqildi. Hozir ishlayapmiz. Fuqarolar shunchalar zerikkanidan 2 baravar narx evaziga bo'lsa ham kadastr hujjatini rasmiylashtiryapti. Hozir qarang-da, Botir aka, mana o'zi xususiy umuman kadastr ishi nima o'zi? Borib o'lchab, chizmalarni chizib beradi. Katta murakkab ish yo'q. Shu geometriya, o'lchov ishlari. Nimaga e'tibor berish kerak desa, oddiy o'lchov ishlarini to'g'ri bajarilsa, olib kelib shu belgilangan bazasi bor, shunga yuklab yuborilsa bo'ldi o'tdi. Shuni o'zi. Hatto shu murakkab bo'lmagan narsani o'zida ham shuncha muammolar. Bu sohamizda kadroviy yetishmovchiliklar bor. Yana bitta omili. Kadrlar o'ziga выгодный ishlarni qilishyapti. Misol uchun foydali ishlarni. Mana shu xatlovda bitta qonunni ijrosi yuzasidan qaror chiqishi uchun 5 oy muddat kerak bo'ldi. 5 oy. Xo'p. 5 oy muddat ichida, shu 5 oy ichida kadastr xodimlari, davlat kadastr xodimlari tingani-yu. Biz joylashgan joyimiz davlat kadastrlari agentligining yonida joylashgan biz ofisimiz. Shu kechasi 19 svet yoquv bo'ladi. Ular ishlaydi. Baraka topsin shu bolalar. Shu bolalarning ota-onasiga ming rahmat. Ikkita bo'lsa ham ish bazaga yuklanib qolsin deydi. Eng quyi patlam. Lekin yuklangandan keyin uni tepasida o'tirganlarni, uni kayfiyati bu qarori chiqishidan manfaatdor bo'lmasa, bu faqat ishligicha qolib ketadi. Bu oxiriga yetmaydi bu. Shuni oxirida kimdir qaror, ya'ni hokim qaror chiqarib beradimi? Yo'q. Hokimlar yo'q bu yerda. Kim chiqaradi qaror? Tuman va viloyat kengashi deputatlari. Ular chiqarib berishadi. Ular qaror chiqarib berishadi. Ulargacha yetib kelish kerak bu. Mana shu murakkab g'alvirdan o'tish kerak bu. Charchagan kadastr muhandisi kunlik vazifasini olib kelib o'lchash kerak. Hozir qarang, tushunmadim men bir narsani. Agar xatlovni avtomatik mahallani boshdan oyoqgacha hammani uyda qilayotgan bo'lsa, u ayrimlarning ichida kadastr hujjatlari bor, ayrimlarida yo'q, to'g'rimi? Shunda keyin ichidan sortirovka ajratib olib, o'shalarga keyin kengash qarorini chiqartiradimi? Yo'q. Hammasiga boshqatdan. Shu vaqtgacha bo'lmasam kadastr hujjatini egaligini rasmiylashtirganlarniki nima bo'ladi? Bazaga yangi UZCAD tizimi yaratilgan. Yangi tizim ham yaratildi. Mana shu qonunning ijrosi yuzasidan umuman raqamlashtirish bo'yicha yangi tizim yaratildi. Shu tizimga qaytadan yuklab chiqilyapti noldan. Oldin yo'qmi shu tizim? Tizim bor edi, takomillashtirishdi buni. Qo'shimchalar kiritildi, kerak emas joylar olib tashaldi. UZCADmi? Nima UZCADmi? UZCAD. Kim ishlab chiqdi? Kadastr agentligi tomonidan ishlab chiqilgan. Xususiy ishlab chiqmaganmi? Yo'q, xususiy ishlab chiqmagan. Deganimki, o'sha ilgari boshdan nimaga shunaqa takomillashgan variantni qilishmagan? Takomillashtirilgan varianti bu davr taqozosi, yangi innovatsiyalar olib kirilyapti. Qaysidir joyga to'g'ri kelmay qolyapti, aytaylik. Shunda mana shu hozirgi yangi takomillashgan dastur ertaga 10 yil yo 5 yildan keyin u ham to'g'ri kelmay qoladigan joyi bo'lmaydimi? Bo'lishi mumkin.
bo'lishi yana mumkin. keyin boshqatdan qonun qabul qilib yana boshqatdan xatlo qilamizmi? Kadastr xodimlari ishsiz qolmasin deyapsiz-ku. Ha, o'zi ba'zi shundan man tushunyapman. Demak, qarang, shu ular ishsiz qolib ketmasligi uchun deganday ham bo'lishi mumkin. Aslida ish juda ko'p, Rasul aka. Bildim. Rosa ish ko'p. Lekin bitta ishni qayta yuklab qayta qilishdan ma'no mazmun ko'rmayapman-da men. Unda shu vaqtgacha shuncha qilinganlari bor-ku. Ya'ni shuncha qilingan, shu kungacha bo'lgan ishlar shunda nolga tenglashtirib qaytadan qilingan deb bo'lyapti-da bu yerda. Yo'q, shu paytgacha qilingan ishlar boshqatdan o'lchov ishlari olib borilyapti. Oldingi o'lchov asboblari, uskunalar, hozir noveshiy texnologiyalarda Uskosimiz qatnashyapti bunda. O'sha yer rezinka emaski, cho'zilib qoladi, kengayib qoladi. Lekin tafovutlar bor. Oldingi o'lchangan asbob uskunalar bilan hozirgida. Aytaylik, bizani qishloq sharoitimizda yer 6 sotuv ajratib berilgan bo'lsa, hozir xohlagan xonadoningizga kiring. 6 sotuvdan ko'p. 6 sotuvdan ko'p. Lekin endi o 98-yilgacha bo'lgan qonun yer kodeksi qabul qilinguncha katta ham ajratilgan. 24 sotuvgacha, ha. Undan keyin kichraytirilgan, lekin ba'zi joylarda gektarlab bo'lib yotgani yo'q. Mana Qibraylarga boring, mana dachalari bor odamlar, kattakonlar bor. Suvni bo'ylari. Yashayapti-ku. Ularga nima bo'ladi? Nima uchun ularniki ham qaytadan o'lchanadi desangiz, bir paytlar qonunda 6 sotuv ajratib berilgan bo'lsa, shu 6 sotuvni o'zini chegarasini chizib, kadastr hujjat rasmiylashtirib berilgan u odamga. Payt kelyaptiki, mana yer qimmatlashyapti, imoratlar talab oshyapti. Endi aytayaptiki, u meni hamma yerimni o'lchab beryapti. Yo'q, qarang-da, mana shu qonunni qo'llashda bizni o'sha kadastr sohasida ishlayotganlar, mana shu davlat mas'ul vazirlik idorada ishlayotganlar, o'zlarining ham uylari bor-ku, baribir to'g'rimi? Qishloq joyda yashaydi. Albatta. Ular ham o'zlarini o'tkazsa kerak. Masalan, namuna qilib turib kadastr agentligimi hozir nima? Kadastr agentligi. Agentlikning o'sha rahbari, o'rinbosarlar o'zidan boshlab, mana hokimlar, viloyat, tuman hokimlari o'zlarini uy joylari boshqalarni mana deb namuna qilib boshlab bersa o'tkazishdi, menimcha qolgan ishlar ham balki yurib ketgan bo'larmi deyman-da. Tushunmayotgan joyimiz shunda-da. Nimaga yurmayapti? Qani o'sha joyi? O'sha joyini topaylik, bizga yordam beraylik deyapmiz. Xususiyni aytyapsiz siz bu o'rinda. Yo'q, xususiy emas. Aytaylik, xususiy bo'lmagan taqdirda ham davlat kadastr xodimiga borib nimaga yurmayapti desangiz, xatlov bilan birga u o'zini vazifalari bor. U kundalik xatlarga javob yozish kerak. U 200-sonli qonun bo'yicha fuqarolarning arizalariga joyga chiqib kadastr hujjatlarini rasmiylashtirib berish kerak. Aytadiki, "Okey, biz dam olmayapmiz" deyapti. Unda kadastr xodimlarini shtatini ko'paytirish kerakdir balki. Kadastr xodimlarini shtatini ko'paytirish kerak. Mana e'lonlar berilyapti agentlikda. Yangiyo'lga, Bo'stonliqqa, Bo'kaga, Begovodga shtatlar bor, kelinglar, shikringlar deb. Bu qonunni ishonchsizligi ertaga xodimlar ham o'ylaydi, "Nechta pul topaman" deydi. Bozor iqtisodiyoti hozir. "Nechta pul berasan" deydi. Mana yozib qo'yibdi mana shu yerda. 5 ta minimalka eng qimmati shahar joylarida 1.850.000. 15%ni oylik qilib kadastr agentligi xodimlari o'rtasida taqsimot qilinadi. Bitta ish uchun. 15% 281.000 so'm pul bo'ladi. Tushundim. Bir kunda bitta kadastr xodimi nechta uy joyda o'lchov qila olishi mumkin? Oson qiyinligiga qarab o'rtacha ikkitasini o'lchash mumkin. Voy, bu ikkitasini bor yo'g'imi? Lekin 3 ta, ba'zi bir joylarda 4 ta, 5 tagacha bolalar o'lchyapti deb eshitdim. O'lchash bilan ish yakuniga yetmasdi. Bu kameral ishlar bor, ha. Chizmalarini qilib, ana shu yerda muhim joyi bor. Bu kun bo'yi sen polivoy deydi, dala ishlarini qilib kelding. Boyga joyga chiqib o'lchab kelding. Haligi xonadon taqillatding, uyda odam bor, odam yo'q, nizoli holat, nizosiz holat, tepasidan u o'tgan muhokama qilding, mahallani ikkita qo'shnisiga qo'l qo'ydirding. Buni bitta donasini namuna sifatida olib yoritsangiz, bu murakkab ekan deysiz, Rasul aka. Murakkab. Unda shunaqa murakkab vaziyatda mana respublika kadastri mas'ullari ko'rar, balki boshqa mas'ul rahbarlar ko'rar. Xususiy sektorda ishlayotganlar masalan yordamga kelsa, ularga ham ishonsa, shu vaziyatda yaxshilanishiga ular hissa qo'sha oladimi? Tushunarli. Bitta xodim ham kerak. Xususiy kadastrlar ko'pmi? O'zbekistonda xususiy kadastr bilan shug'ullanadiganlar? Bor. Har kuni aytaylik aytishimiz mumkin, hozircha qo'lida sertifikati bor 500 dan oshiq xodim bor respublika bo'yicha.
ular o'lchovlar qilishi mumkin, to'g'rimi? qo'lida asbob uskunalari bor, qo'lida Masalan, taklif qilsa tayyormi mana shu qonun tayyor, ko'rsatilgan o'sha to'lovlardan kelib chiqib? tayyor, hattoki uyushma holatida yig'ilishga tayyor bo'lib turibdiki, bizga imkon berilsin, biz ko'rsatib beramiz. Xatodan hech kim xoli emas, Rasul aka. Xatoni agar qilaman desa, davlat kadastr xodimi ham qilib qo'yadi. Ha, ko'ryapmiz, qilyapti ham. Lekin masala bunda emasda. 500 ta xodim 300 tasi ish beradimi? Shu 300 tasini o'zimiz taklif bilan chiqdik. Bitta mahallani bering, 21 ta kadastrlar geoinformatsion sistema dedi, GIS deydi. Ana shu bo'yicha qilib beramiz dedik. Eng oxirgi o'lchov uskunalarida. Bittasini beringlar, biz namuna qilib ko'rsatib beramiz. Yonida ranglarda ajratib beramiz. Egalik huquqi bor, e'tirof etilish kerak bo'lgani, e'tirof etilish kerak emas bo'lgani xulosalarigacha yig'ib beramiz dedik. Xulosalarigacha. Sizlarga bittasini ko'rsatib beramiz, namuna bo'ladi dedik. Eshitish xohlamaydi. Masalan, kadastr respublika rahbari kim, familiyasi o'zi? Farruh Po'latov. Kishini ham shu takliflardan xabarlari bormi? Yozma ravishda ham, o'rinbosarlariga og'zaki ravishda ham, taklif yuzasidan ham yolg'on bo'lmasa bir 5-6 marta bordik. Agarki xususiyga ishonmaydigan bo'lsa, nima uchun unda xususiy kadastrga litsenziya berilyapti, ruxsat beriladi? Ochiqlik siyosati prezidentimizni xususiy sektorga ishonchi. Yo prezidentimiz ishongani uchun yo prezidentimiz aytgani uchungina shunaqa ruxsat berilyapti. Prezidentimiz xohlayaptilar. Aytmasa prezident xohlamasa Yo'q, bermasdi. bunaqa narsa berilmagan bo'lardi, katta ehtimol bilan. Prezidentimiz ko'ryaptilar, ko'zida olovi bor yoshlarni ko'ryaptilar, mutaxassislar bor, o'zgartiraman degan. Obyektiv omillar bo'lib qolyapti shunda. Prezident xohlayapti, davay deyishga, bu yerda qolganlar xohlamayapti. Unda Xatti-harakatlardan shu ma'no kelib chiqadi. Boshqa men nima deb o'ylashni ham bilmay qoldim. ertaga odamlar yana muddatni o'tkazib qo'yib, mana qonunni muddati tugab qolsa keyin yana nima? Eng qizig'i hech kimga qiziq emas. Bu yoqda yana odamlar anaqa qiynaladi. Odamlar xat yozib charchadi, odamlar oyog'ini poshnasi yedirilib charchadi. Kimga qiziq? Botir aka, qarang, hozir mana yangi qonunni talabidan kelib chiqib, fuqarolar nimani bilib qo'yish kerak va mana shu qonundan o'z vaqtida foydalanib qolish uchun nima qilish kerak, shuni oddiy tushuntirib beraylik. Ko'rib turganlar bo'lsa, bugun yo erta srazu chiqib, ertaga mana men mamga borishim kerak, mana qilishim kerak degan qanaqadir bilib olsin, oddiy nima qilsin. Fuqarolarimizga shu murojaat bilan chiqqan bo'lardimki, bee'tibor bo'lishmasin. Tushundim, bee'tibor. Bee'tibor bo'lishmasin. O'lchab ketdi, mani huquqim tez kunlarda e'tirof etilar ekan, e'tirof dasturida paydo bo'lar ekan. Yo'q, unaqa emas. Uni nazorat qilish kerak. Borish kerakmi ketidan? Borish kerak ketidan. Inson omili yo'q bu qonunda deb aytishdi. Inson omili yo'q. Inson omili bo'lmasa 5 oyda kechirasiz-ku, 5 ta hujjatlar ko'rmagan bo'lardik. Hech bo'lmaganda 5000 ta hujjatni egalari xursand bo'lib rasmiylashtirib o'tgan bo'lardi. Aslida mulk egalik huquq rasmiylashtirsa, mana shu kadastr agentligiga tushadi shu pullar hammasi. Yo, tushundim, mayli. U manfaatda aslida. Hozir demak, masalan, agar inson omildan xoli deydigan bo'lsak, u o'lchov ishini amalga oshirib ketgandan keyin yana borib uni ketidan yursa, unda qani inson omili bor bo'lib yotibdi-ku? Siz mendan yechim so'radingiz. Men sizga yechim olaroq tushundim. Ya'ni hozirgi holatda demak fuqarolar, xo'p, uni kelib hali uni mahallasida o'lchov ishini amalga oshirmagan bo'lsa-chi. e'tirof dasturiga kiradi, kuzatadi, qachon rejali tartib bo'yicha mahallasiga keladi. Mana shunga diqqatliroq bo'lib turishsin. Internetdan demak o'sha nima deb e'tirof uz deb kirish kerakmi? Qayerga kirib ko'rish kerak? Google ga kirib kadastr uz deb yozsangiz, Kadastr uz deb va yozsangiz, shu kadastr uzni ichida e'tirof dasturi bor. Dasturga kirsangiz, u yerda juda sodda, oddiy viloyat ichida tuman tanlanadi. Tuman ichiga kirsangiz, mahalla yil ko'rinishida 25-yil, 26-yil deb yozib qo'yilgan. Buni mobil ilovalari ham bor, Mobil ilovalari ham tartibga solingan, chiqqan o'sha. Befarq bo'lishmasin, o'sha inspektor kelganda unga o'sha hamma sharoit yaratib berishsin. Hop, kadastr uz dedingiz-a? Mana o'rtoqlar, hozir o'zim shu yerda fursatdan foydalanib, o'zim shaxsan kirib ko'rmoqchiman, qani o'zimizga tekshirib qanday ishlayapti. Shu gap isboti bilan deydi-ku. Mana kadastr uzga kirdik. Mana oddiy masalan kirdik deylik. Mana kadastr agentligining o'zining saytiga kirdim. Mana e'tirof avtomatik o'sha yoqqa uchirib yuborar ekan. Shunaqa. Hududni tanlang, mana hududni tanlaymiz. Toshkent viloyati. Hozir men o'zim aniq aytib qo'ymay, uy joy, yashash joyimni hammaga bildirib qo'ymay, keyin uyga kimdir bormasin. O'zi shundoq ham boradi-ku. 2024 turibdi. Men 24 tanlayman, 25 tanlayman. Shunaqa.
mana hududni e'tirof etish reja jadvali, mana hududni tanlayapman, masalan Toshkent viloyatini tanlayapman. 2024 turibdi. 24 turaversinmi? 25 qilib qo'yish kerak. 24 25 qildim mana. Mana mahalla fuqarolar yig'ini bo'yicha beradi. Siz qaysi mahallada joylashgan bo'lsangiz, reja grafik bo'yicha o'sha mahalladan qachon kadastr xodimlari borishi yozilgan bo'ladi shu yerda. Mani mahallam chiqmayapti-ku. Значит, sizniki 2026-yil yoki 2027-yil katta ehtimol bilan. Xo'p, demak men kutib o'tiramanmi? Siz kutasiz. Menda nimadir joyda uyimni sotishga to'g'ri Nazarda tutilmagan. Boshqa bo'lib qol, men kadastrni to'g'rilab olishim kerak. Faqat reja grafik bo'yicha. Shu ham Sizda tanlash imkoniyati yo'q bu holatda. Sizga shu 2026-yil 2025-yil oxirida reja grafik e'lon qilinadi. 26-yilniki o'sha yerda mahallangiz ko'rsatilgan bo'lsa. Nega unda bu mahallalar qaysi mezonga ko'ra bular kiritilgan? Tanish bilishlik qilib kiritilganmi? Masalan, alfabet tartibida ham ketmayapti. Har xil bo'lib yotibdi. Qaysi rais borib qistir qilgan bo'lsa, o'shani kirgizib qo'yganmi? Nimaga bunday bo'lgan? Izoh yo'q. Bu suiiste'mollik-ku unda. Qolgan mahallalar kirmagan. Demak, bu yerda aniq bu yerda balki korrupsiya bo'lgandir. Tezroq ishini bitkazish uchun qaysi mahallalarni kirgizyapti, qaysirisi kirgizmayapti. Bu 25 ga mana 20 ta mahallani kirgizdi. Faqat mobil ilova orqali kuzatib turishdan boshqa chora yo'q fuqarolarda yoki tanlash imkoniyati yo'q. Men bozor iqtisodiyotida shunaqa xizmat turlari bor. Men ko'proq to'lashga tayyorman. Yaxshi pulli больницада kasalxonada davolanish uchun yoki farzandimni pulli maktabga berishim mumkin, bog'chaga berishim mumkin. Lekin bu holatda rejasi ham qo'yilmagan, 27niki ham qo'yilmagan. Men bila olmayapman-ku bizniki qachon tushganini. Reja e'lon qilinadi faqat shu yil yakuniga qadar. Hatto bila olmaysiz ham qachon sizni uyingizga borishligini. Mavhum. Uzr-ku, men bunaqa suiiste'mol qonunni ko'rmadim shu paytgacha, ochig'i. Bu albatta norozi qiladi qolgan kirmay qo'ygan mahallalar. Bular ertaroq ishini bitkazadi-da, uyini oldi sotdi qilishi mumkindir, boshqa qilish, ertaroq mulk huquqi e'tirof qilyapti. Kimdir shu kungacha yetib bormas, misol uchun, men kelasi yil bo'lamanmi yo'qmi 2026da bo'lmaymanmi? Bu qonun chiqmasdan oldin ham bu savollar bor edi-da. Hozir qonun chiqqaniga xursandchilik bilan qarab tursang, bunaqa holat bo'lyapti. Uyini rasmiylashtira olmasdan hatto hayotdan ko'z yumib ketgan insonlarni bilaman. Men shuni aytayapman-da, uni aybi nima? Nimaga 25 ga masalan hamma mahallani qo'ymasdan boshqa yerlarga qo'yib tashyapti? Mahallalarning tanlovi qaysi kriteriyalar asosida bu yilga bunisi tanlanyapti, kelagi usulga boshqasi? Bu qistir bu kriteriy bo'yichami? Kim borib kadastrda boshlig'ini maqtagani uchunmi yo oshqib bergani uchun kirib qo'ydimi? Nima bo'lish kerak-ku kriteriy? Biz nima shubhaga boramiz bo'lmasa? Siz xabaringiz yo'qmi? Xabarim bo'lgan bitta holatda aytaman. Bir mahallada bir otaxon borlar, pensioner yoshda. Shu og'riqli masala ularning uylarida ham bor. Ya'ni ko'zim ochuvligida farzandlarimga shu uyni bo'lib bersam, uni janjallar tugashini ko'rsam, bir xotirjam ketaman degan. Bo'lsin degan. Shu xotirjamlik yo'q shu odamda. Shu odamni har kuni ko'rishga majbur bo'laman. Ya'ni u odamga hech bo'lmaganda munosabat ko'rsatish yuzasidan ham mobil ilova telefonimni chiqaraman-da, otaxon, mana sizni mahallangiz mana bu paytga qilingan desam, ko'zoynaklarni chiqarib qaradilar-da, yo'q bo'lib qopti dedilar. Yo'q qoptimi? Yo'q bo'lib qopti mahalla. Bu grafik hali o'zgarib turishmi? O'zgarar ekan, eng qizig'i. Otaxon endi otaxonga qarayman, bir telefonimga qarayman, balkim noto'g'ri kirgandirman, hozir sizga o'xshab tushunmovchilik bo'ldi deb qayta kirdim. Mahalla yo'q. 5 oy keyingi surilib qopti mahalla. Mahallaning nomini ham bilaman hattoki. Mabodo yo'q, sen noto'g'ri gapirding, deyishsa men aytishim mumkin. Reja grafik o'zgarib qolgan holatini. Men qaysi biriga bu reja grafikda ham mana bundayda, uni bunaqa kimdir xohlaganicha o'zgartirib tashlash noto'g'ri-da u. Fuqarolar qolganlarda aybi nima? Savollarda yashamaganligi uchunmi? Uniki ertaroq e'tirof qilinadi, buniki. Ya'ni qonun hammaga teng sharoit imkoniyat yaratadi-ku, bu yerda suiiste'mollik bor-ku. Adolatsizlik, ikki xil standart odamlarda ming afsus har xil xayollarni keltirib chiqaryapti. Xo'p, mayli. Demak, odamlarni hozircha bu jarayonni faqatgina kuzatib turishdan boshqa chorasi ham yo'q, tanlash imkoniyati ham yo'q. Endi mana bu davlat organlarida qanaqa majburiyat yo ishlar bor, misol
ular nima qilish kerak odamlarga qulay bo'lish uchun yoki mana kadastr davlat kadastri juda ham ko'p o'ylantiradigan savol mani. Nima qilsak, men shu sohani isloh qilamiz. Men shu sohadan chiqqan odamman, shu sohani odamiman deb bilaman-da. Qayergadir borsam, keling doktor deb kutib olmaydi meni. Kadastr mutaxassisi deydi, savol beradi. Bir xil tadbirlarga borsam, tezroq, ertaroq, kechroq borib, ertaroq chiqib ketishga harakat qilaman. Nimagaki savollardan men ham charchaganman. Yo, tushundim. Taklif. Ayting. Munosabatni o'zgartirish kerak. Qanaqa o'zgartiriladi? Bu tubdan o'zgartirish kerak. Ya'ni u sohani egalariga berish kerak. Sohani egalari deganda shu sohaga jon kuydiradigan, shu sohani tushunadigan, shu sohani deb nima qiladigan, tushunadigan. Unaqalar yo'qmi nima? Men yo'q deb aytmayman, lekin bizda unda nima attestatsiya qilish kerakmi? Attestatsiyadan o'tganmiz. Men attestatsiyaga kirib o'tib chiqqan odamman, men attestatsiyadan o'zim shaxsan. Tushundim. Yo, sizni tushundim. Davlat kadastrini oldida nima vazifa turibdi? Nima qilsaki yengillik bo'ladi odamlarga? Men shuni taklifingizni ayting. Buni bitta so'z bilan aytib bo'lmaydi, Rasul aka. Shundan bitta so'z bilan aytmang, siz munosabatni umumiy aytyapsiz. Kadrlarni ko'paytirish kerak. Shtatlar berish kerak. Kadrlarni o'qitish kerak. O'qitish malakasini oshirish. Hali ham kechmas. Aytaylik, hozir kechdir mayli, lekin hozirdan harakat qilinsa, hozirdan mutaxassislarni jalb qilib, yangi sohani zamonaviy tus berib unga, zamonaviy yondashuv bilan qilsa, hali ham kechmas, buni qamrog'isi bo'ladi. Men shu kunlarni ko'raykin deb umid qilaman, to'g'risini aytsam. Nasib qilsin. Shunaqa kunlarni ko'rishni xohlayman. Chunki juda ko'p inson shuni oddiy holatda ko'ra olmay o'tib ketayotganlar bor. Men hammaga biz tilagimiz shu kunlarni ko'rsin. Hamma insonga o'sha kadastr hujjatlarini rasmiylashtirib, mana egalik huquqi degan shu guvohnomalarni, qarorlarni olib qo'lida uyida bir chiroyli bir xush kayfiyat bilan vaqt o'tkazish, hammasi ko'rishini, shu kunlarga yetishini biz ham tilaymiz. Tilakdoshimiz. Albatta shu kunlarga yetsa kerak. Men ochig'i o'ylayman, uyda bayram bo'lib ketsa kerak agar. Mana shu kutayotganlarning uyida shunaqa bayram bo'lishini xohlaymiz. Bugun biz Botir aka Asadov bilan mana shu masala bo'yicha keng qamrovli emas, shu imkoniyat doirasida vaqt hisoblab gaplashishga harakat qildik. Sababi hozir qonunning ichiga chuqurroq kirib borsak va amaliyotga kirib borganimiz sari ochiq savollar, muammolar ketma-ket turibdi. Lekin o'ylaymanki, bu masaladagi hali suhbatimiz bu oxirgisi emas. Yaqin kunlarda aynan mana shu jarayonni ichida o'zi ishlab yurgan odamlarni ham yana biz taklif qilib gaplashishga harakat qilamiz. Lekin aynan mana shu jarayonlar ketyapti. Befarq bo'lmaslikka hammani chaqirib qolish nuqtai nazaridan bugun gaplashdik. Xo'p, Botir aka, agar men so'ramay qolgan nimadir masala bo'lsa, odamlarga yetkazib qo'yish kerak degan gap bo'lsa, marhamat aytib qoling. Keyin suhbatimizni yakunlaymiz. Odamlarga tilagim shu sohamizda rivojlangan holatda, kadastr hujjatlarini rasmiylashtirilgan o'sha xush kayfiyat holatda ko'rsak, biz faqat baxtiyor bo'lamiz. Aslida maqsadimiz ham shu. Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin, nazorat qilishsin o'zligini ishligini. Kadastrda ham yaxshi odamlar ishlaydi ko'p. Albatta. Kadastrda mehnat qilayotganlarni e'tirof etmasak bo'lmaydi. Bitta mehnat qilayotganlar ko'p. Shu kechalari ham qiynalib bo'lsa ham, dam olish kunlari ham davomiy ishlab yurganlarga sabr, toqat, qanoat tilaymiz va taklifimiz shuki, bu ishga xususiy kadastrlarni ham ishonib jalb qilish kerak. Agarki davlat ularga ishonib guvohnoma berib, ruxsatnomalar berib qo'yibdimi shu sohada ishlashga, demak, bu mana shu ishda ham umumiy mas'uliyatni yelkaga olib, ularda ham xizmatdan foydalanish kerak, to'g'ri bo'ladi deb hisoblaymiz. Biz shu bo'yicha qaror qabul qiluvchilarga to'g'ri shu masalaga yana bir bor yondashib ko'rishlarini so'rab qolamiz. Bizni kuzatganlar uchun katta rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Aytayotgan gaplarimiz, qilayotgan ishlarimizga doim mos bo'lsin. Xorijga ishlashga chiqib ketgan yuridik jismoniy shaxslar, masalan, ko'plagan markaz boshlig'i jahon boshida siz nima uchun qamoqda ushlangansiz? Vaqtinchalik tanaffus tushunish kerak. Hamma narsani ham ochiq oydin gapirib bo'lmaydi. Qilayotgan ishlarimiz, aytayotgan gaplarimizga mos kelsin, o'rtoqlar.